Salom obunachilar. Bu men chumolidan modini qildim, qaranglar. Mana yuzi ham mana zo'rda mana. Buni nimalar qila oladi? Mana uni qilichi bor, qaranglar. Bu qilichi o'zi mana. Bu kamonda xullas. Qaranglar, qilich. Joni ham yaxshi o'rnadi. Yo'q, lekin buni o'g'on qilichni o'zi o'g'on, yo'q. Bu hali kamonga o'xshaydi. Kamonni o'zi ham desa bo'ladi. U ana obunachilar. Mana katta bo'lib ketdik, qaranglar. To'xtanglar, hozir boshqa qo'yinglar. Mana samanda. Savonna. Endi shu yerga tushib olamiz va shu yerda ko'rsataman. Qaranglar, men qanchalik kichkinaman. 2 blok. Endi mana. Qaranglar, shu daraxt bilan qilganman-da. Aytgancha buni ikkinchi qo'lga ham olishimiz mumkin. Ana ko'ringlar, ikkinchi qo'l. Endi ikkinchi qo'llarni va yopmaymiz va kichkinalashamiz. Qaranglar, 1 blokma. Endi qaranglar, men endi 1 blok. Qani, bu 1 blokka sig'adim desanglar, unchalik anaqasi yaxshi emas ekan. Mana qaranglar, yotib qolar ekan. 1 bloksa bo'lsa, mana yotib yurar ekan 1 blok ichida. Lekin bu suv bilan bo'lmaydi, qaranglar. Baytdan ketdik. Mazza lekin. Kichkina, lekin qaranglar. Kichkinasi o'ta tez yuguradi, qaranglar. Qaranglar, tez yugurishi. Lekin kattasi imillab yuguradi. Kattalar to'g'rimi obunachilar? Mazzada bu modni men endi bu mod silab mod maps skin for Minecraft nomli ilovani topasizlar mana. Dona qilib aytaman, eshitib olinglar. Mod maps skin for Minecraft. Obunachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videolarda menga shu videoga ham iltimos like bosib qo'yinglar. Bu mod sizlar yoqqan bo'lsa, sizlarga katta bo'lgan yaxshimi, kichkina bo'lgan yaxshimi? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar yoki oddiygina yozing. Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Iltimos obuna bo'lib, like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr obunachilar.